Homiladorlikda tug'ilajak chaqaloqning sariqligini oldini olish. Chaqaloqlarda sariqlik ko'pincha fiziologik bo'ladi, lekin ba'zan u qon, jigar, modda almashinuvi muammolari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Homilador ayol ba'zi tavsiyalarga amal qilishi sariqlikning og'ir turlarini oldini olishga yordam beradi. Ayol rezus omili manfiy bo'lsa, homiladorlikning 28-haftasida antirezus antitanalarga test topshirib, ular yuqori bo'lsa, antirezus immunoglobulinni olish tavsiya qilinadi. Go'sht, baliq, dukkakliklar kabi temirga boy mahsulotlarni iste'molini ko'paytirish, shakar, qayta ishlangan mahsulotlar iste'molini esa kamaytirish orqali to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish va jigarni qo'llab-quvvatlash. Tug'ma infeksiyalar oldini olish, homiladorlikdan oldin turli infeksiyalarga tekshirish va zarur bo'lsa ularni davolash, gigiyenaga amal qilish, qo'llarni tez-tez yuvish va siz bolaligingizda qizamiq bo'lmagan bo'lsangiz, homiladorlik davringizda qizamiqqa qarshi emlanishingiz mumkin. Stressdan qochish, qand miqdorini nazorat qilish, imkon qadar tabiiy tug'ruqni tanlash va ertaroq emizishni boshlash.